Yo valla bugün videomuzda Minecraft'ta Survival qilamiz. İkinci kısmı bir haftadan yo 6 kundan keyin chiqadi. Takip ollar pauza bo'lib qoldi. Sizlar bilmaysizlar, sizlar oz vaqt pauza bo'ldi. Menga 20 daqiqa pauza bo'ldi. Ko'rishinglar mumkin, pauza qilayotganda uni necha yurdi, hozir uni 20 bo'ldi. Da ana nasha shuga borib keldim. Qangichun. Telefon o'tsa ham bu pauza qilganim to'xtab turadi, shu pauza bo'lib. Bol obuna bo'linglar, iltimos. Hozir biz boshlashimiz bilan uy yashaymiz. Daraxt tepasiga. Bolu rahmat, 105 ta obunachi bo'ldik. Kecha nishonlarni kechqurun. Nishonlarim 400 ta bo'lganimga ashaqli bolalar 1 million obunachiga ham ashna olib chiqamiz. Sekin mayliga bolalar ekib qo'yay kakao urug'larini. Tak. Ashaqli bolalar endi chiqamiz. 1 millionga ham. İnşallah. Men katta maqsadlarim bor. Tak. Birinchi bo'lib tepaga mana unda yuqurib chiqamiz. Men yo'qolishni o'ylashammi? Mana notda jeliyor. Oy. Ashna bo'ladi. Qana turibsan deyarlik o'tirib olsa ashna bo'ladi. Mayga ekib qo'yamiz kakao. Shiki. Va tushib ketdim. Kallangga qo'ya. Qo'y. Mana bu. Tepani endi ochib turib, mashinadan o'qilamiz. Bu mashina agar bolalar YouTube'dan ketishimni xohlasanglar, mana shu videoni like. Agar ketmayman deganlar 20 ta, menga attiga 20 ta bolalar. Jalba qilmanglar, 20 ta like yig'ib beringlar iltimos. Keyin YouTube'da qolaman. Shortslar bilan ko'p kishi meni kuzatadi. Faqat shortsim bo'lmaganini bo'qam bo'lmasdi. Omad kelib qoldi xolos bolalar. Bitta bola aytgan, Ganisada yotganimda. Hali artifact videosini sizlarga chiqarib berganimda bitta bola aytganda. Aka sizlar narsa short solayman anaqa kuchayib bitasiz degan. Shu bilan aytganiga kirib, mashincha obunachi bo'ldim. Uni obunachidan o'tib ketdim. Rahmat, bitta videomga Ali Oliver Trey telefon qo'ydi degan shortsimga ham ko'p like yig'ibsizlar. 7 ta like yig'ibsizlar. Zo'r. Tak. Hozir uy qurishni boshlaymiz. Faqat uning uchun daraxt kerak. Rosa ko'p daraxt yig'ib, tak bolalar. Ikkinchi qismi shu shorts mashi bo'pti 420 ta obunachi yig'ilsa kanalimda keyin chiqadi. Uchinchi qismi esa 440 ta obunachi yig'ilsa chiqadi. Bolalar 12 ta 15 ta obuna bo'lsanglar, mana shu Minecraft Survival ikkinchi qismi chiqadi. Oddiy, oson-ku bolalar. İşte ketmaydi-yu bolalar. Shunday like bosib qo'ysanglar bo'ldi. İnşallah keyin bolalar 2 yildan keyin kompyuter olib, kompyuterda video olaman. 2 yildan keyin. Faqat 2 yildan keyin. Nimaga qo'yib bo'lmaydi? Chiqoq.
Mana o'ynamayman-ku. Mana nastroykadan qaranglar bolalar. Sizlarda ham shunaqa bola bo'lsa, mana unga kirasizlar. Oxiriga borasizlar. Mana butun 14 bosib, kannelni bosib yuboraman. Mana butun 14 reset bosib, yes, saveni bosasiz. Mana 12 ni topib, open chatni bosasiz. Bo'ldi. Reset. To'xtanglar. Bo'ldi, chotki. Qaranglar endi. Hadi. Uy. Pastini blok yo'q. Bilib turib ashna qildim. Blok yo'qligini bilib. Yibamanda. Kechirasizlar, sorry, bolalar, sorry. Qo'lim qiyshiqmi? Voy eshak. Bolalar pauza qilib turaman, bo'lmasam chichib olaman. Tak bolalar yog'och yetmay qoldi. Shaychu. Yana chopib chiqib mashina bitirdim. Mana. Chotki. Endi maylidan. Yo'q, beyladan nasha qilmaymiz. Beni katta joy qilamiz. Hali bolalar shaxtalar, mol fermalar quramiz. Sizlar o'ylabanglar. Tak pauza qilib turaman bag'ini. Mencha reklamiya. Tak bolalar, mana shu joyni bitirdim mana. Unda qilib qo'yib pauza qilganimdan keyin bu bitta emas, mana men pastga mashina olib chiqdim. Begi fermani nimadir quraman. Mana ham bitta ver. Tak qo'yaman. Tak. Mana o'li kerak qoladi. Chunki yana mana bunaqa yasab yana bitta joy qilishim kerak. U joyda ferma quraman, ferma. Nari tarafda baxt tarafda qanaqa ferma quradi? Boshqa tarafda короче, bug'doy ferma quraman. Pauza qilib turaman bolalar. Tak, bolalar. Mana hamma loyda mana nasıl neydi? Urug'da 64 ta yopilib daraxt ham nasani sindirib, mana fermani qurishni boshlaymiz. Suv kerak bolalar. Pauza qilib turaman, keyin suv topaman. Bolalar. Bo'ldi. Birinchi qismi tugadi bu. Bu survival. İkinci qismi mana shu bo'pti. İkinci qismi ertaga chiqadi. Yana ikkinchi qismi qachon chiqishini bilmayman.